rais bu, qishloqdagi yoshlarimizni tarbiyasini mana menga topshiring. Menga topshiring. Shunaqa tarbiyalab qo'yayki, qishlog'imizdan buyuk siymolar chiqsin. Hey! Sizga topshirsam yoshlarning tarbiyasini, kelajagimiz rasvo bo'ladi. Undan indamasdan orqamdan yuring, tushundingizmi? Raisga yaxshilik ham yoqmaydi. Ah meni toychog'im. Bir qo'shuvchisi bir seni vaqtib ketini kuydirib ketini. Vay iflos, bu yana qaydan oldi ekan? Mashina? Yangi mashina oldim. Qani, ketingiz yonyaptimi ketingiz? Men mashina olganimdan emas, siz ketingiz yongandan maza qilaman. Ha, iflos, shu mashinang juvanmay bo'lib ketsin, sen kuyganingni ko'rib men maza qilay. Hey, pluslar, qo'ni-qo'shni bo'lmay o'l, qo'ni-qo'shni bo'lmay o'l. Shuni ayting rais bu. G'uncha qilib turing. Yo bo'lmasa o'zingiz hal qiling. Aqlingiz yetmagan narsaga jim turishni o'rganing. Xo'p bo'ladi rais bu. O'zingiz hal qiling. Senlarda ota-bobong qo'shni bo'lib kelgan. Ota-bobongga o'xshab bir-biringni ketingni yondirib, kuymasdan bir-biringga oqibatli bo'lsang, o'ylasanlarmi? Shunaqa aql bo'lish kerak. Oqibatli bo'lish kerak. Bo'ldi. Rais bu, men tushundim. Ortiqcha gap kerak emas. Ha, iplose. Haqiqatan bu. Mashinani qaydan oldi? 30 ga kirib, 50 ga kirgan men hali mashina olganim yo'q. Cho'ta yomg'ir yog'yaptimi? Havo ochiq. Ketimga qaydan suv teyapti? Nima qilyapsan hozir? Rais bu, onu mashina olganini ko'rib, ketiz yondi-yu, o'shanga azoblanmang deb turib, bajar vazifasini bajaryapman-da. Menga qarang. O'zi parosatimiz kam ta'minlangan. Unga ortiqcha nagiruzga berib, borni ham o'ldirman. Meni xo'rlormang rais bu, men ham odamman. Men ham sizga yaxshi bo'lsin deyman.